kuzatuvchilari, mana bugun 16-mart kuni Farg'ona xalqaro aeroportida biz navbatdagi guruh ziyoratchilarimizni muborak safarga jo'natmoqdamiz. Alloh taolo ularning safarlarini xayrli qilsin. Ramazon oyida qilinayotgan umra amallarini Alloh taolo o'zi ajrini Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan haj qilganlik maqomida bersin. Alloh barchalaringga shunaqa muborak safarlarda nasib qilsin. Sizlarga xizmat qilishlikda bizga nasib qilsin. 88 kod bilan 596 11 11 raqamiga qo'ng'iroq qilsalar, inshaalloh chiroyli holatda Farg'ona xalqaro aeroportida o'zimiz kuzatib, barcha jarayonlarda o'tkazib, chiroyli holatda xizmat qilib beramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Siz azizlar uchun yangi reyslarimizni yo'lga qo'ydik. Farg'ona xalqaro aeroportidan Jidda shahriga to'g'ridan-to'g'ri reyslarimizni yo'lga qo'ydik. Kimki Ramazon oyida umra amallarini bajarsa, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bilan birga haj qilganlik maqomi beriladi deb rivoyat qilingan. Siz bu savoblardan bebahra qolmang. Hoziroq pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing va biz bilan bog'laning, o'z joyingizni band qiling. شفاعتي يا رسول الله.